Hürmetli vatandaşlarım, leksimizi devamlaştırıyoruz. Endiki mavzu. Tinç Okyan rayında yadro sınak kılıçtan aldı malumat. Kim Jong-un bu qatam rastlı şundaq qılıdı. Mavzulu haber avvalida Dünya Gazeti e'lon qilindi. 10 ayının 27 günü Vanvitor beti köçürüldü haber. Mundaq başlandı. Çavuşan Tashqi ishlar Ministerligi Amerika Tadqiqot institutining boshlig'i Lerongju Amerika ismli televiziyasi CNN'ning ziyoratini qabul qilgandi bundaq ko'rsatdi. Çavuşanning Tashqi ishlar ministri navbati Çavuşan Tinch okean osmonida yadro siniga elib boradi deb oldin ma'lumot berganligiga tashqari dunyo astoydil muomala qilishi lozim deb ko'rsatdi. Lerongjo mundaq dedi. Tashqi ishlar ministri Lerongjo Kim Jong-unning ko'nglidagini to'liq biladi. Shuning uchun men sizlar bu so'zni rost so'zlayapti deb tushunishinglar kerak deb hisoblayman. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump o'tgan oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida nutq so'zlaganda, agar Amerika o'zini va ittifoqdoshlarini qo'g'dashga majbur bo'ladigan bo'lsa, boshqa tanlash yo'q. Çavuşan o'zil kesil tarmal qilmoqdan boshqa tanlash yo'q degan. Buning uchun Çavuşanning tashqi ishlar ministri javob qaytarib, ikki davlatning jiddiy munosabati o'rlayapti. Pyongyang Tinch okean osmonida qudrati zo'r bo'lgan vodorod bombasi sinaq qilishni o'ylashyapti deb ko'rsatgan. Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i Mafin radioda kechiringlar. Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i Mike Pompeo mundaq dedi. Çavuşan bir necha oydan keyin Amerikaga yetib keladigan yadro bombasi yasab chiqadi. Mutaxassislar tahlil qilib, atmosferada yadro bombasi sinaq qilish bir xil usul. Çavuşan o'tganda butunlay bu qurollarni yer osti sinaq qilgan edi. Endi atmosferada sinaq qilish bu bir xil usul dedi. Prezident Trump kelar haftalarda Osiyoga ziyoratga bordi. Prezident Çavuşanning yadro qurol va raketa qurollari taraqqiy qildirish siyosatiga besimish yiltidi. Aqsaray amaldorlari oshkorlab bundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Çavuşan masalasini diplomatik yo'llar bilan hal qilishni umid qiladi. Lekin har qanday tanlashni, jumladan qurol ishlatishni chetga qo'ymaydi. Davlatda 3 armiyaning qo'mondonini qo'g'dash uchun Amerika cho'ng harakat qilib, ikki avtomatika, Roosevelt belgilik, Nemes belgilik ikki dona Çavuşan avtomatikani Çavuşan yerim orlig'i yaqin yerga abad. Hozir Koreya Amerika harbiy manevri qatnashayotgan Reagan belgilik avtomatikani qo'shganda G'arbiy Tinch okeanda jami 3 dona avtomatika zarbadarlar guruhi buyruq kutib turibdi. Go'yo Çavuşan sen qalaymagan harakat qilma deb ogohlantirish berganda. Koreyada Erkin Koreya partiyasining boshlig'i 25-kuni Washingtonga kelib mundaq dedi. Amerikaning qayta Koreyaga taktikalik yadro qurollari o'rinlashtirishini umid qilamiz. O mundaq dedi. Çavuşan yerim orildi. Koreya bilan Çavuşanning yadro qurollari kuchining tangpunligini saqlash hozirgi vaziyatni bartaraf qilishning birdan-bir usulidir. Yana boshqa tarafdan aytganda, Çavuşanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili Çindan bexatarlik komiteti xat yozib, Amerika bilan Koreyaning yaqinda Çavuşan yerim oralida harbiy manevr o'tkazganligini muhokama qilishni talab qildi va bu manevrni Çavuşanga avval hujum qilish uchun yadro urushiga tayyorlik qilish deb atadi. Çavuşan mundaq ko'rsatdi. Bexatarlik komiteti agar harakat qo'llanmaydi ekan, bu komitetning oxirgi hisobda Amerikaning siyosiy qurol ekanligini
ko'rsatib berganlik bo'ladi. Yoki isbotlab berganlik bo'ladi. Yana bir kichik xabar vatandoshim. Prezident Trump Jungoga ziyoratga kelishdan burun Amerikaning 3 dona av matkisi oz uchraydigan bir ahvolda Jungoning bo'sag'isida paydo bo'ldi. Mavzuli xabar 10 ayning 27-kuni Shangang iqtisod gazetida e'lon qilindi. Bu orqali Jungo va Chavshanga alayda ahamiyatli signal tarqatdi. 3 avtomatka Chavshan yerim oralida paydo bo'ldi. Bu orqali Jungo va Chavshanga alayda signal tarqatdi. Yani dediki Kim Jong-un efendi, Jungo efendi, siz Kim Jong-un efendini yaxshi boshqaruq dedi, signal tarqatdi.